bunga? Men Toshkentdan poytaxtdan velosiped oldim. Xo'sh. Bo'lik edi ama hamma yo'q chachilgan edi. Yangi chachilgan edi. Endi tuzatib berganda batayna Doniyorcha olib keldi Nariyabekdan. Charqini endi u Usmonuli charqi ag'da bo'lish kerak edi. Bu tarafga qo'yib qo'yibdi. Men minsam oldiga tormoz olib qolyapti, orqaga minilyapti. Men endi ustoyab deganiga endi nech pul berishim kerak o'rta. Nima deyman endi? Ustoyab meni turishimni qaranglar. Velosipedga gap yo'q, balonlar yangi, o'zi rossiyskiy. Buni bunaqa pidolli velosiped minganlar o'lib ketdi, hozir Adhamagan nomida yotibdi. Nimami ag'da bo'lish kerakmi u charqi? Charqi ag'da bo'lish kerak ekan, baqa qo'yib qo'yibmiz. O'zi shunaqa. Eljon usta o'rtog'im, bu ulug' ustadi, bu Doniyorjon Nariyabekdan bir 70 kilometr merashdan olib keldi. Shuna qo'yib qo'yibdimi keyin? Men unda qo'yib qo'yganiga endi hech pul beraman desam, Qancha nima ko'rakchi? 150 ming beraverasiz. Shu berishim kerakmi?